bugun 26 Ramazon, bugungi kecha 27 kecha, Qadr kechasi. Bu to'g'risida mashhur, ya'ni 27 kecha Qadr kechasi ekanligida mashhur gaplar bor. Xususan Ubay ibn Ka'b va Ibn Mas'ud roziyallohu anhulardan hadis keladi. Mana shu 27kecha shu Qadr kechasi ekanligi ko'proq ehtimol bor. Xususan Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu 27kechada ko'p aytganlar, ta'kidlaganlar. Va Muaviya roziyallohu anhudan ham mana shu asar kelgan. Birodarlar, bugun quyosh botgandan keyin, shomdan keyin to bomdodgacha, saharlikgacha ibodatda mahkam bo'laylik. Qo'limizdan kelgancha harakat qilaylik. Qur'on o'qiylik, zikr qilaylik. Qo'limizda mana telefonlarni tashlab ibodatga mahkam bo'laylik. Agar bu kechani ham g'aflat o'tkazsaylik, holimizga voy bo'lsin. Alloh barchamizni mana shu Qadr kechasini ibodat bilan o'tkazishni nasib qilsin. Ma'siyat, gunoh, lag'u, g'iybat, behuda ishlar, behuda gaplar bilan o'tkazishlikdan o'zi saqlasin. Allohumma amin.